Assalamu aleyküm. Aziz muhlisler, aziz şehriyat şeydaları, koşuk şeydalar. Ana bugün dünyanın köplep joyida gılayonlar, janjallar, urushlar bo'layapti. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hech qachon yomon odamlarga kuningiz qolmasin. Shuning uchun sizlarga kuning qolmasin deb nomlangan she'rni o'qib beramiz. Sinov bergin mayli Allohim, azoblardan yürek talmasın. İşi düşse ostonan geler, tulkilarga kuning qolmasin. Oy nurida cho'qqida turgan, yulduz sanab chiyillab yurgan, o'zini bo'ri his qilgan shakollarga kuning qolmasin. Tulpor minsang og'ritib joning, bo'yi yetmay tishlab tovoning, itdek yurib ko'zlagan noning, köpeklerge kuning qolmasin. Panalarda payt poylab yurgan, ko'yningga oq ilondek kirgan, jon og'ritib nishini urgan chayonlarga kuning qolmasin. Ko'zda qo'rquv, dil uyi vayron, hadiklardan xilviragan jon, ovchi kuygan ohudek hayron, hayollarga kuning qolmasin. Shayton aytgan yo'llardan yurgan, 40 tuyaga makri yük bo'lgan, Alloh qolib hirsga qul bo'lgan ayollarga kuning qolmasin. Ayta olmasdan seni o'zingga, bir soniya qarab ko'zingga, g'iybat tilda soya izinga ko'rolmasga kuning qolmasin. O'zing bersang shuhratu shoning, siynash uchun do'st deb vijdoning, so'rab borsang bir-birdan onin berolmasga kuning qolmasin. Her bendege erkek buluşluk, nasip kılsın kökrek kirişlik, nere tartıp şirdik ölüşlik, nomerdlerge kuning qolmasin. Azap bergin mayli Xudojon, sinovlardan yürek talmasın. İşi tushsa ostonan yeler, odamlarga kuning qolmasin. Azizlar, hech qachon nomerdlarga, yomonlarga kuningiz qolmasin. Omon bo'ling, hamisha yaxshi kayfiyat, tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Omon bo'ling azizlar.